Inson katta stress olgan paytida birinchi zarba uni nutqiga bo'ladi. Bola o'z-o'zidan duduq bo'lib qolmaydi. Siz bu yerda bolani rivojlantirish uchun eng zo'r ustozlarni olib kelib ta'lim bering-u, bola bu narsani qabul qilmasa, o'zini taqdim qila olmasa omma oldida, buni bir oilaviy sababi bo'ladi. Ya'ni oilada muhit qanaqa, ota-ona bola bilan qanaqa munosabatda. Eshitilyaptimi o'zi u bola? Notiqlik faqat bu gapirish emasda, eshitilish va eshita olish o'zi aslida. Farzandingiz mas'uliyatli bo'lishini xohlasangiz, yoshligidan o'sha muhitda tarbiyalang. Yaxshi so'zim qilganim yaxshi qabilida munosabat bo'ladigan bo'lsa, bola hech qachon o'rgana olmaydi bu narsani. Bolaga xuddi podshodek munosabatda bo'lish, 7 yoshgacha bo'lgan davrda uni erkinliklarini ko'tarish, bolani ekstravert bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Fikr so'rash boladan, unda shaxsiy fikr shakllanishiga sabab bo'ladi. Bolalarni tarbiyalash kerak emas, ota-onalarni tarbiyalash kerak. Aytadi-yu, nima qilasan bolangga tarbiya berib deydi. O'zing to'g'ri yashagin, bolang seni ko'rib ulg'ayadi o'zi deydi. Assalomu alaykum. Ustoz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bizning podkastimizga ilk qadam deb nomlangan, sababi hammasi maktabdan boshlanadi degan bizda bir g'oya bor. O'sha g'oya atrofida bugun suhbatlashamiz. Ustoz, sizni kursingizda biz o'qiganmiz, notiqlik bo'yicha ko'p yaxshi bir ma'lumotlarni olganmiz, o'rganganmiz, amaliy tajribalar qilganmiz. O'zingiz haqingizda butun bir loyihalaringiz haqida bir so'zlab bersangiz va mana shundan keyin biz asosiy mavzuga o'taveramiz. Hop, Najot Nur Ahmad o'g'li, mutaxassisligim bo'yicha xalqaro jurnalistman. Media olamida 25 yillik tajribam bor. 2003-2009 yillar oralig'ida O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetida tahsil oldik. 2005-yilda asosiy mehnat faoliyatimiz O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi yoshlar telekanalida boshlangan. Balki o'rta avlod, katta avlod vakillari eslashar. 2005-2013-yillar oralig'ida qariyb 8 yil davomida Milliy teleradio kompaniya tarkibidagi yoshlar telekanalida Davr informatsion dasturida, keyinchalik dunyo bo'ylab telekanalda va markaziy apparatda turli lavozimlarda faoliyat olib bordim. 2015-2016-yillarda 1,5-2 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida, keyinchalik bir muddat O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasida matbuot kotibi lavozimida faoliyat yuritdim. 2012-yildan beri pedagogik faoliyat bilan shug'ullanib kelamiz. Dastavval teleradio boshlovchilik mahorat maktabini ochgan bo'lsak, keyinchalik bu Najot Nur notiqlik mahorati markaziga aylandi va shu paytgacha qariyb 5300 dan ortiq yurtdoshlarimizni nutqlarini rivojlantirishga, ularga bu yo'nalishda ko'mak berishga muvaffaq bo'ldik. Ular orasida yurtimiz siyosat olami, din olami vakillari bor, soha vakillari bor, tadbirkorlar bor, biznes egalari, murabbiylar, talabalar va boshqa soha vakillari bor. Asosiy mehnat faoliyatimiz hozirgi kunda shu, ammo undan tashqari o'sha audio kitoblar tayyorlash bilan ham shug'ullandik. O'sha Audionoma loyihasi ilk o'zbek tilidagi audio kitoblar loyihasi o'zi aslida. Garchi hozir bir muddat o'sha pauza rejimida bo'lsa ham, inshaalloh bu yerdagi o'sha 1,5 ming soatdan ko'proq materiallarni xalqimizga manzur bir shaklda havola qilish harakatidamiz. Sog' bo'ling ustoz. Nutqni rivojlanishi haqida va uning maktabga qanchalik bog'liqligi va o'sha maktab davridagi o'quvchi yoshimizdagi vaqtda ota-onamizni roli haqida bugun ko'proq suhbatlashamiz. Masalan, hozir bu juda muhim bir mavzulardan bo'lib qoldi. Sababi omma oldida so'zlash madaniyati yoki umuman kalom, ya'ni so'zlash odobi haqida gaplashsak, bu juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki hozirgi kunda bu mavzuda juda ko'p gapirish va yoshlarga, ota-onalarimizga ba'zi bir masalalarda o'zimizni maslahatlarimizni berishimiz mumkin. Shu sohada siz bir yaxshi mutaxassis sifatida o'zingizni fikrlaringiz bizga juda qiziq. Masalan, deylik, nutqga qiziqishingiz o'zingizda maktab davridan boshlanganmi? Ya'ni notiqlikka qiziqish bu maktabda qaysidir ustoz tomonidan sizga bir yuqtirilgan deymizmi, qiziqtirilgan deymizmi yoki ota-onangiz tomonidan bu soha tanlashingizga bir sababchi bo'lganmi? O'sha haqida gapirib bersangiz. Xo'p, avvalo
bir narsani ta'kidlashim kerak. Shu muhitda biz katta bo'ldik. Otamiz televideniyada faoliyat olib borgan paytlarida, yonlarida tasvirga olish ishlarida, o'sha montaj jarayonlarida, u studiya sharoitida bo'ladimi yoki joylarda bo'ladimi, birga yurardik. Asosan shanba, yakshanba kunlariga to'g'ri kelsa, maktabdan bo'sh paytimizda otamizning yonida borishga ba'zan oilaviy sharoit tufayli majbur bo'lsak, ba'zan xohish bilan borilardi va jarayonni kuzatardim. Turli toifa insonlarni, masalan, o'sha paytdagi siyosat va hokimiyat vakillari bor, bashan kiyingan deylik yoki san'atkorlar bor, madaniy yo'nalishda ishlaydigan yoki yozuvchi shoirlar. Ularni gapirish uslublari yoki ust-boshi qanaqa xarizmasi bor, nima bilan ta'sir o'tkazyapti odamlarga. Shu murg'ak bola nazari bilan bir taftish qilingan qandaydir ma'noda, bu qaysidir ma'noda kuzatilgan hamda va taqlid qilishga ham harakat qilinmagan deyolmayman. O'rganilgan ko'p narsa. Ana endi uydan tashqari maktabni agar oladigan bo'lsak, men doim maqtanib, faxrlanib aytaman. Biz qayerda tahsil olgan bo'lsak ham, ona tili adabiyot yo'nalishida va tarix yo'nalishida eng yaxshi, eng zo'r ustozlarda o'qiganmiz deymiz. Shu yoshligimdan adabiyot darsida g'azalxonlik kechalari bo'lardi, masalan, yoki adabiyot darsida she'r yoki biror g'azalni ijro qilib berishda shu eng yuqori ballni, eng yuqori bahoni olishga va eng yuqori e'tirofni olishga harakat qilardim va bunga erishardim ham. Buni endi otam bilan uyda juz'iy o'sha kamchiliklar ustida ishlab, to'g'irlab, qandoq qilsak yana ham ifodali bo'ladi, qandoq qilsak yana ham ta'sirli bo'ladi savollariga javob izlab, tayyorgarlik ko'rib, yodlab borilardi. Ko'proq gumanitariyga menda qiziqish bo'lgan, aniq fanlardan ko'ra. Va bu aynan o'sha oilaviy muhit sababidan asosan deb o'ylayman. Zo'r, zo'r. Rahmat. Maktab, mana biz oldingi qahramonlarimiz bilan gaplashganimizda ko'p maktab almashganlari bo'ldi. Bitta maktabni o'zida 1-sinfdan to 11-sinfgacha o'qigan insonlar bilan ham suhbatlashdik. Sizda qanaqa bo'lgan? Qayerda maktabda o'qigansiz? Bu maktab almashtirish sizda bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yoki bo'lgan bo'lsa, bu sizga qanchalik ijobiy yoki salbiy ta'sirini o'tkazgan? Men salbiy ta'sir o'tkazganini ko'rmaganman. Aksincha foydamga bo'lgan. O'ylab qarasam, umuman maktabni bitirguncha 6 ta maktabda o'qigan ekanman. 6 ta maktab, o'sha ikkita ixtisoslashgan, biri litsey. Bu turli hududlarda. Asosan o'sha deylik joy, yashash manzili o'zgargan paytda sodir bo'ladigan holat edi bu. Birinchisi o'sha Urganch shahridagi 12-maktabdan boshlangan. Keyin Xivaga o'tgan, Bayoniy maktabiga o'tilgan. Keyin yana shu maktabga Urganchga qaytganmiz, ma'lum sabablarga ko'ra. Keyin Toshkentda o'qiganmiz. Uspenskiy nomidagi bolalar musiqa maktabida, musiqa yo'nalishiga ixtisoslashgan maktab, maxsus maktabda. Keyin borib o'sha litseyda ingliz tiliga ixtisoslashgan litseyda tahsil olib turib, oxiri shu 10-sinfda bitta sakrab 11-sinfni bitirganmiz. U ham shu Urganch shahridagi Usmon Yusupov maktabini tamomlaganmiz. Shu, lekin hammasida aktiv bo'lishga, ya'ni o'z vazifamizni bajarishga harakat qilganmiz. Muhit, odamlarning o'zgarishi, ustozlarning o'zgarishi menga ta'sir qilgan deb ayta olmayman. Qayerda bo'lsak ham shu o'quvchi pozitsiyasida ilm olishga, bilim olishga, yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilganmiz. Psixologlar aytadi-yu, misol uchun sangvinik odam deganda bu tez kirishuvchan, ko'p gapiradigan bola yoki inson tushuniladi-da. Yoki introvert bolalar bo'ladi. Ya'ni ular kam gapiradi. Shunday, o'z qobig'iga o'ralganlar. O'zini ochib beradi. Shunday. Siz qanaqa bola bo'lgansiz maktab davrida demoqchiman. Men doim o'zimni ekstravert deb bilganman. Ekstravert bo'lganman. Istalgan notanish inson bilan tanishib, bemalol chiqishib keta oladigan, qayergadir mehmonga borsak ham, yosh paytimizda, bola paytimizda, o'sha 5-10 yosh paytimizda bir burchakka tiqilib olib o'tirmaganmiz. Ya'ni yangi do'st orttirib, o'ynab, gaplashib, mana shu holat bo'lgan. Bu endi muhitdan, oilaviy shu tarbiyadan deb bilaman.
Chunki o'ta darajada muhim oiladagi ota-onaning munosabati, o'zaro munosabati va bolaga bo'lgan munosabatida, tarbiyada o'zini tutishi, gap so'zi, o'sha holatlar, o'sha stresslar hammasi ta'sir qiladi. Inson katta stress olgan paytida birinchi zarba uni nutqiga bo'ladi. Bola o'z-o'zidan duduq bo'lib qolmaydi. Yoki inson masalan o'sha insult deydi-ku. Insult bo'lgan paytda birinchi zarba u nutqqa bo'ladi. Bitta ovoz o'zgarib qolish ehtimoli bor. Ana shu narsalar deylik, endi har bir oilada baribir o'ziga yarasha kelishmovchilik boshqa bo'ladi-yu, lekin bizga bu narsalar to'g'ri tushuntirilgan, maksimum darajada masalan muloqot yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Azizlar, turli biznes yo'nalishlari hamda turli podkastlar yoki intervyular va shunga o'xshash YouTube loyihalari uchun Udip nomli agentlik bilan ishlayapmiz. Ular o'zining YouTube menejerlari bilan bizning mana shu loyihamizga yaxshigina o'zlarining hissasini qo'shishmoqda va ularni biz tavsiya qilamiz. Yaxshi ustoz, maktab davrida mana maktablarni 6 ta almashtirganman dedingiz. Endi har xil sabablar bilan joy hudud ko'chish hisobiga. Lekin ko'pchilik mana shu maktab almashtirganda stress olishadi-da, ya'ni yangi tanishlar, yangi insonlar davrasiga kirishda qiynalishadi. Mana hozir sizni bilyapmizki, tez kirishuvchan bo'lganman. Bu ijobiy ko'proq ta'sir qilgan deyapsiz. Hozir mana siz o'sha 6 ta maktabdan qancha yoki nechta sinfdoshingizni eslay olasiz? Chunki muhit juda muhim-ku, shu sinfdoshlarimiz, o'qituvchilarimiz. Ko'proq vaqt o'tkazganlarimdan albatta yaxshiroq eslay olaman. Masalan, 12 maktabdan yaxshiroq eslay olaman. Litseydan yaxshiroq eslay olaman. Masalan, Toshkentdagi Uspenskiy maktabidan yaxshiroq eslay olaman, masalan. Shu. Ular bilan hozir mana sinfdoshlar o'tirib turishadi-yu, qanaqadir ziyofatlar bo'ladi. Shunaqangi o'tirishlaringiz bormi degan ma'noda so'rayapman-da yoki Imkon darajasida agar endi ular Xorazmda boradigan bo'lsak, albatta ko'rishamiz. Bu bir sabab bo'ladi bizning borishimiz yoki ko'pchilikning yig'ilishiga, lekin ko'z tegmasin, mashalloh, sinfdoshlarimiz juda mehr, muhabbatli, ayniqsa shu 8-son litseydagi sinfdoshlar. O'sha guruh qaynab ketadi. Ya'ni Telegramda guruh ochib olishgan. Ba'zida mendan xafa bo'lishadi, yozmaysan, kirmaysan, boshqa deb. Ya'ni o'zaro shu ko'rishib, gaplashib, uchrashib, maslahatlashib bir nimalar qilishadi. Ya'ni o'zaro mehr, muhabbat yaxshi. Shunaqa insonlarni bilamiz, masalan, umuman unut bo'lib ketgan. Sinfdoshlar bir-biri bilan bordi, keldi qilmaydi. Endi o'zim muhimmi bu narsa degan savol ham bir berilishi kerak nazarimda-da. Qanchalik darajada manfaatli, foydali bu narsa. Ya'ni insonni dunyoga kelib bir mazmun qidirish kerak bo'lgan yo'nalish shuni o'zi aslida degan bir savol ham tug'iladi. Agarki bu bordi keldilar, bu munosabatlar, bu o'sha yo'qlovlar ham dunyoga, ham uni oxiratiga xizmat qiladigan bo'lsa, ikki do'st yoki ikkita o'sha sinfdoshlar bo'lmag'ur ishlar bilan shug'ullanmasa, oldi qochdi ishlar bilan shug'ullanmasa va bir loyiha ustida deylik, xalqqa manzur bo'ladigan bir ijtimoiy qanaqadir loyiha deylik yoki bir moliyaviy qanaqadir loyiha deylik, o'shalar yo'lida birlashib va yaxshilikni targ'ib qilish yo'lida harakat qiladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. shunday. Lekin shunchaki bir choyxona, ya'ni shunchaki bir choyxona ko'rishib, ha, vihihi, u yoqqa o't, bu yoqqa o't, o'yin o'yna, u yoqqa bor, bu yoqqa bor bilan o'tadigan bo'lsa, Bu noto'g'ri. bu noto'g'ri narsa ya'ni. To'g'ri. Vaqtni shunchaki besamar sarflashdan boshqa narsa emas bu ya'ni. Aytishingiz mumkin, masalan, nima inson faqat manfaat ko'rsagina munosabat quradimi? Yo'q, masala unda emas. Masala insonning asosiy funksiyasida. Asosiy funksiya nimada? Ya'ni insonning yaralishidan o'zi maqsadi nima edi? Ya'ni yaratilish maqsadi bor-ku odamning. Ana shu narsani unutmaslik kerak. Qolgani ham bo'lishi kerak, lekin asosiy unutib qo'yilib, maqsad chalg'ish bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi bunaqa munosabat bo'lmagan afzal. Shunday.
Nima uchun so'raganim, sababi juda ko'p yaxshi tadbirkor, muvaffaqiyatli insonlarni atrofida o'zining o'sha sinfdoshlarini ko'p bo'lganini ko'rganman-da. Nima uchun deb so'raganimda aytishganki, ularni bolaligidan bilaman. Bolaligidan bilganim meni ularga bo'lgan ishonchimni ancha-muncha darajaga oshirgan va ularga qaysi sohalarda va qaysi yo'nalishlarda ishonish mumkinligini bilaman degan javobda eshitganman. Ya'ni ishonch bo'lishligi uchun uni biz agar bolaligidan tanisak, uni kamchiliklari, yutuqlari, qaysi tomonda demak yutuqlari bor yoki kamchiliklari bilan birga yaxshi bilamizda va shunga qarab ularga ishonish darajasi qanchalikligini bilarkanmiz. O'sha tadbirkor insonlar shunaqa maslahat berishgan ediki, ya'ni masalan o'sha Garvardda o'qiydimi yoki deylik masalan yaxshi maktablarda yaxshi sinfdoshlar ham bo'ladi. Chunki yaxshi mana o'zingiz aytganingizdek o'sha litseydagi o'qigan vaqtimdan yaxshi sinfdoshlarim bor deyapsiz. Demak, litsey deganda biz tushunamiz, yaxshi iqtidorli bolalarni bir joyga yig'ilishini tushunamiz va ular bir-birlari bilan networking deyishadi-yu, tanish bilish yaxshigina ishlaydi yoki o'sha musiqa maktabida o'qiganman deganingizda bittada tushundim, u yerdagi sinfdoshlar hozir qanaqadir mana shu san'at sohasida yoki qaysidir sohalarda mehnat qilishyaptiki, ular bilan siz ancha-muncha ishlaringizni bitira olasiz. Ya'ni bu narsalar bizga ta'sir qilar ekanda. O'shaning uchun ham ota-onalarga mana shunaqa muhit, sinfdoshlar davrasi ham bir qiziq bo'lishi kerak ekan deb o'ylaymiz. Nimaga desangiz, maktabda ko'proq hozir ota-onalar muhit tanlashyapti maktabda. Ya'ni o'sha maktabda muhiti qanchalik yaxshi bo'lsa, qadriyatli bo'lsa, demak o'sha yerdan yetishib chiqadigan o'g'li yoki qizi, farzandi yaxshi bir tarbiyali yoki biz o'ylagan yoki ota-ona o'ylagan darajada bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimizga o'tsak, ustoz, maktab qanchalik nutqni rivojlanishiga mas'ul deb bilasiz? Chunki biz yuqorida aytdimki, retorika, ya'ni shu gapirish san'ati bo'yicha biz darslar qo'yish niyatlarimiz borda. Ko'pchilik qo'shiladi, ko'pchilik qo'shilmaydi. Qo'shiladiganlarni ham o'zini fikri bor, qo'shilmaydiganlarni ham o'zini fikri borda. Masalan, mana shu soha mutaxassisi sifatida sizni fikringiz juda muhim bizga. Mhm. Avvalo bilish kerak, endi bu kasdevda, ya'ni qo'shiladiganlar nima uchun bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi, qo'shilmaydiganlar nima uchun bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi ya'ni. O'zi avvalo bir narsani ta'kidlash kerak. Maktab bolani ichki imkoniyatlarini tashqariga chiqarishga yordam beradigan bir maskandir. Men o'ylamayman, maktab tarbiya maskani deya olmayman. Maktabning asosiy funksiyasi tarbiya berish emas. Maktabning asosiy vazifasi bilim berish. Tarbiyani bola uyida ko'radi. Qush inida ko'rganini qiladi degan gap bor-ku, bekorga aytilmagan bu gap. Ya'ni odamlar bolalarini ko'proq o'sha soat ertalab 8-9 dan olib kelib tashlab, ish ko'p, masalan, soat 5 gacha bolasi xuddi bir qafas ichida bo'lganda bitta joyda bo'lishini xohlashi uni qanchalik darajada bugungi zamon bo'hronlarini ostida qolib ketayotganini bildiradi o'zi aslida. Ya'ni biz o'ylayotgan bu narsa, ya'ni qulaylik paydo bo'lyapti. Ota-onalar farzandlarini maktablarga olib kelib tashlayapti. Masalan, u yerda sharoit bor, tushligi bor, ertalabki nonushtasi bor, yana kechqurun qanaqadir bir quvvat bo'ladigan bir nimadirlar beriladi iste'mol uchun. Dars tugagandan keyin qo'shimcha kruzoklarga, to'garaklarga boradi, bola yana ham rivojlanadi deymiz. Endi hamma xususiy maktablar ham buni oqlayaptimi? Ya'ni haqiqatda bu funksiyani bajara olyaptimi? Agar kim bajarayotgan bo'lsa, u yerda rivojlanish bor. Lekin bergan va'dasida turmayotgan bo'lsa, kimdir u yerdan bolasini oladi, baribir ota-ona va boshqa joyga boradi. Endi nutq masalasiga keladigan bo'lsak, omma oldidagi nutqda o'zi bu. Ya'ni nutqdan murod nima? Uni omma oldiga chiqish, ommani ishontirish, his-hayajonni yengib, atrofdagilarga ta'sir o'tkazishda masala. Maktab va u yerda bo'ladigan tadbirlar, har kuni sinflarda bo'ladigan holatlar,
ommada endi bu o'ziga xos o'sha yosh kategoriyasidagi ularni oldida chiqish qilishi, she'r aytishi, qaysidir darsni tushunmagan joylarni masalan gapirib berishi, bu ham bir uni salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan maskan o'zi aslida. Qancha ko'p tadbirlar o'tkazilsa, bolani ichki salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan. Shuncha foydali o'zi aslida. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Va bu yerda muhim bir narsa bor, ya'ni ikkalasi uzviy holatda, oiladagi muhit tarbiya va maktabdagi ta'lim birlashadigan bo'lsa, ajib bir narsa yuzaga keladi o'zi asli. Ya'ni siz bu yerda bolani rivojlantirish uchun eng zo'r ustozlarni olib kelib ta'lim bering-u, lekin bola bu narsani qabul qilmasa, o'zini taqdim qila olmasa omma oldida, buni bir oilaviy sababi bo'ladi. Ya'ni oilada muhit qanaqa, ota-ona bola bilan qanaqa munosabatda, qanaqa gaplashadi o'zi. Eshitilyaptimi o'zi u bola? Yani notiqlik faqat bu gapirish emasda, u eshitilish hamda o'zi aslida. Eshitilish va eshita olish o'zi aslida. Va u bola agar eshitilmasa yoki doim dakki eshitadigan bo'lsa, doim tanbeh beriladigan bo'lsa va doim tanqid qilinadigan bo'lsa, qilgan ishlari noto'g'ri ekanligi aytiladigan bo'lsa, e'tiroflar o'rniga u e'tirozlar bilan katta bo'ladigan bo'lsa, u bola taxminan 10-12 yoshdan keyin deyarli introvertga aylanib bo'ladi. U gapirmaydi u. Shunday. Ustoz, hozirgi vaqtda kuzatiladigan holat, mana ota-onalarimiz bilan suhbatlarda shu narsa ma'lum bo'ladiki, ham ta'limni, ham tarbiyani maktabni ustiga yuklashga harakat qilishadi. Ya'ni biza, ya'ni maktab o'laroq ta'limga ham tarbiyaga ham birdek javob berishimiz kerakligini bildirishadi. Nimaga degan savolda biz to dushanbadan jumagacha, kerak bo'lsa shanbagacha ertalab soat 9 dan yoki 8 dan chiqishadi uydan. To soat 5-6 gacha bizni maskanimizda ekan, ya'ni maktabda ekan. Demak, uydagi vaqti bizaga nisbatan kamayadi o'z-o'zidan. Ya'ni bizada ko'proq vaqt o'tkazadi. Shunday. Demak, o'z-o'zidan tarbiyani maktabga, ya'ni xususiy maktablar ko'pi shunaqa bir nom bilan ham chiqishadi. Biza tarbiya biza uchun birinchi darajali, ta'lim undan keyingi darajali degan fikrlar bilan chiqishadi-da. Mana shunga hozir mana siz bildirdingiz fikr. Shuni qanaqa izohlash mumkin? Ya'ni sizni o'zingiz g'oyangizga ko'ra tarbiya bu oilada, ta'lim esa maktabda olinadi. Lekin hozir o'ylaganimizdek vaqtni ko'proq maktabda o'tkazyapti-yu. Baribir ham tarbiyaga maktab qaysidir jihatlariga javobgar bo'lib qolmaydimi? Bilmadim, lekin balki shuning uchundir deyman, mana bu odobnoma degan, ma'naviyat soati degan darslar balki shuning uchun standart bo'yicha kiritilgandir. Lekin mani nazarimda maktab ta'lim va tartibni o'rgatsa, shu ajratilgan ketayotgan vaqt ichida. Ya'ni jamoaviy o'yinlar, jamoa bo'lib biror ish qilish, masalan, kattani hurmat qilish, kichikni izzat qilish masalasi, masalan, taom yeyotgan paytda qanday iste'mol qilish masalasi. U yerda kamida bola 2-3 marta taomlanadi, chunki ertalab nonushta qiladi, tushlik qiladi va soat 4 dan keyin yana nimadir yeydi. O'sha taomlanayotgan paytda bir harakatlanish odobi deymizmi, navbatda turish odobi deymizmi? Masalan, qizlarni o'tkazib yuborish oldinga holatlari, chapillamasdan yeyish, sho'rillamasdan ichish masalan. Bordi, bular tartib. Bular tartib. Endi haqiqiy tarbiyani baribir bola uyda oladi. Endi ota-onalar bu narsani talab qilyaptimi? Men pulini to'layapman. Men pulini to'layapmanmi? Menga bolamni ham odobli ham qilib bering, tartib tarbiyali ham qilib bering deyishi, bilmadim. Bu menimcha sal bir erish tuyuladigan masala. Endi ota-onadan ko'proq namuna olgani afzal emasmi bola? Ya'ni ota-ona o'zi ko'proq tarbiya topishi haqida gap ketyapti-da bu yerda. Chunki agar maktab uni ham ta'limini rivojlantirib, ham uni tartibli, tarbiyali ham qiladigan bo'lsa, o'rtada muammo kelib chiqmaydimi yani? To'g'ri. Ota-onaning roli masalasi bu yerda. Albatta, buni faqat maktabini pulini to'lash bilan bitmaydi-da ish. To'g'ri aytasiz. Eng asosiy hozirgi vaqtda aytiladigan so'z bu ota-onalarni o'zini mana shu hozir tarbiyadagi mas'ulligi haqida, ularni namuna bo'la olishligi haqida gapiryapmiz-u, shu namuna bo'la oladigan darajadagi ishlar, amallar va
ko'p masalalarda muammolar borligi seziladi. Biz maktab tomonda turib, ota-onalarni mana shunaqangi joylarda, ya'ni o'zingiz kitob o'qing, yoki o'zingiz ba'zi bir zararli odatlardan, demak, masalan, telefon masalasida o'zi ota-onani o'ynab tursada, bolasiga telefon O'ynama yoki dars tayyorla deydigan, kitob o'qi deydigan bo'lsa, u u erishdik. qanaqa bo'ladi u? Masalan, shu joylarni biz aytmoqchi bo'lamiz. Ota-onalar ham bizga nimadirlar aytadi, baribir ularning ham so'zlari bor, fikrlari bor va bu yerda nima masala ko'tarilyapti? Biz ota-onalarni qaysidir jihatlarda ayblagandekmiz, ular esa bizani qaysidir jihatlarda ayblagandek, lekin yutqizgan avlod paydo bo'lyapti-da bu yerda. Ya'ni bizani hozir sizni fikringizdan shunaqa xulosa qilsak bo'lar ekanki, bizi ota-ona va maktab kelishgan holatda, ya'ni bir qanaqadir shartnoma tuzish deylik, qo'shron ichida Ahdnoma desak, ahdnoma tuzib, bir-biri bilan yaqin holatda ishlasa, o'shanda yaxshi bir natija chiqarkan. Shunaqa deb tushunsak, demak to'g'riroq bo'larkan. Endi mana nutq haqida sizni o'zingizni sohangiz bo'yicha gaplashsakda, farzandlarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz o'zi yaxshi javob beradigan, yaxshi aktiv bo'ladigan, birdan psixologik holatida tushkunlik hosil bo'ladi va u passivga o'tib qoladi. Buni biza bilsak, ko'pincha ota-onasi ularga qattiq gapirgan yoki qo'pol aytganda ovozingni o'chir, gapirma, yoki mana shunga o'xshash juda qattiq gaplarni gapirgani, bu juda qattiq ta'sir qiladi. Ya'ni ba'zida urganimizdan ko'ra qattiq gapirganimiz kuchliroq ta'sir qilar ekanda bola ruhiyatiga. Mana shular bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni bersangiz. hop, bolani urib yoki majburlab biror narsani qilish noto'g'ri ekanligi, bu u amaliyotda ko'p isbotini topgan. Masalan, bolani urib nima qilasiz? Ya'ni ursangiz maza qilasiz. Ichingizdagi o'sha g'azabingiz qandaydir bosilganday bo'ladi. Ya'ni nafsingiz maza qiladi bundan. Chunki u sarkashlik qilyapti, sizga itoat qilmayapti, gap qaytaryapti yoki to'g'ri natija ko'rsatmayapti. Siz kutganingizdek natija ko'rsatmayapti. Urib yubordingiz, bo'ldi, nima bo'ldi, endi o'zgardimi? Ota-onaga juda katta sabr talab etilar ekan bu yo'lda. Ota-onadan juda katta sabr talab etilar ekanki, har qanday xatosiga sabr qilib, chidab, to'g'ri tushuntirib shu narsani. Va juda ehtiyot bo'lish kerak ekan bu narsadan. Ya'ni urish bir nima deydi? Eng oxirgi masala bo'lishi kerak-da. Eng oxirgisi shu bo'lishi kerak. Agar bola ha deb kaltaga yeb gap eshitib, masalan, turtkilayveradigan bo'lsa, ota-onasi diydasi qotib ketadi u bolani. Ertaga uni qattiqroq urish kerak bo'ladi. Qattiqroq o'dag'aylash kerak bo'ladi. Masalan, bir umr o'dag'aylab o'ta olmaydi-ku, bir umr uni turtkilab o'ta olmaysiz. U bola katta bo'ladi, ertaga ulg'ayadi, 15, 20, 25 yashar bo'ladi. Shunaqa paytda masalan katta hayotga qadam qo'yayotgan paytda nima bo'ladi? Bolani ko'proq mustaqil bo'lishga o'rgatish kerak nazarimda. Ya'ni men tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Boladan ko'proq agar mas'uliyat talab qilinadigan bo'lsa, ya'ni farzandingiz mas'uliyatli bo'lishini xohlasangiz, yoshligidan o'sha muhitda tarbiyalang. Doim u uchun nimadir hal qilish, u uchun deylik, uni hech qanaqa bir mehnatga, oilaviy birgalikda qilinadigan uyda, masalan deylik, bog'da ishlayapsiz, boshqa uyni bir yig'ishtirish masalalariga jalb qilmasdan, ya'ni sen qila olmaysan qabilida, yaxshi o'zim qilganim yaxshi qabilida munosabat bo'ladigan bo'lsa, bola hech qachon o'rgana olmaydi bu narsani. O'zi hamma narsani qayerdan o'rganadi bola? Ya'ni gapirishni ham bola qayerdan o'rganadi? Ota-onadan o'rganadi. Qanday o'rganadi? Taqlid qilib o'rganadi. Bola ota-onasidan o'rganadi so'zlashni. Istalgan bir millat vakilini olingda, boshqa bir millatga olib borib bering. Oradan 2 yil o'tgandan keyin borib qarasangiz, o'sha bola o'sha tilda gapirayotgan bo'ladi. Boshqa millat vakili edi-ku. Qanday bo'ldi ya'ni? Bu taqlid bilan bo'ladi. Shuning uchun bola bilan munosabatda ehtiyot bo'lish, muhabbat bilan bitta o'sha deylik, siz aytganingizni qilmasa, masalan, jazolash mexanizmi bor. Jazolash bor, keyin o'sha mukofotlash mexanizmi bor. Ishlash kerak bu narsa. Shunchalik urmaslik masalasi haqida gap ketganda men aytamanki, bola shu bitta ko'zingizni nazaridan anglab olishi kerak-da. Ota-ona nima xohlayotganini. Masalan, unga asosiy vazifa o'zi bolaga ta'lim berish emas-ku.
Ota-onani asosiy vazifasi nima o'zi? Ya'ni uni boqishmi? Nima bo'ladi ota-onani asosiy vazifasi? Ota-onani asosiy vazifasi unga egasini tanitish o'zi asli. Ya'ni Robbisini tanitishda. Keyin sekin-sekin u o'sha adabiyotlarga qiziqib, o'zi o'rganib, sekin ilm olgan paytida kattaga munosabat, insonlarning haqqi, ustozga munosabat, ota-onani haqqi va ularga munosabat masalalariga bu rakursdan, bu tomondan sekin baho berishni boshlaydi. Va xohlasa, xohlamasa o'zgaradi. Chunki fitratida shu sof ruh borda baribir. U o'zgaradi. Shuning uchun men o'ylayman, bolaga dakki bermaslik, introvert qilmaslik uchun zo'r bir harakatdir. Men turklarni doim misol qilib keltiraman bu masalada. Bola poshsho deydi-yu. Bolani poshsholigini men o'sha joyda ko'rganman. Endi men bir maqtab, bir o'zimizni millatdoshlarimizni yerga urmoqchi emasman. Bu suv ustida turgan bir ko'pikdir o'zi asli. Bir gap ikkiga o'tdim, masalan, bolani urib yuborish, o'dag'aylab baqirib, yoki uni xohishlariga qarshi borish. U erkalanadi masalan, dedi. Yig'laydi, siqtaydi, erkalanib, o'jarlik qiladi va qaysarlik qiladi bola masalan. Bolaga xuddi podshodek munosabatda bo'lish. Uni har qanaqasiga 7 yoshgacha bo'lgan davrda uni har qanaqasiga uni erkaliklarini ko'tarish. Bolani ekstravert bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Yoki fikr so'rash boladan 3, 4, 5 yosh paytida ham masalan bugun biz mana bunaqa qilmoqchimiz, onang bilan kelishdik, sen nima deysan, seni fikring qanaqa qabilida masalan boladan fikr so'rash. Unda shaxsiy fikr shakllanishiga sabab bo'ladi. To'xta deydi, men ham shaxsman deydi, meni ham fikrim bor. Men ham fikr bildirishim kerak ekan degan tushunchada bo'ladi. Shaxsiyati rivojlangan bola istagan davrada o'zini shaxsiyatini qo'ya oladi. U introvert bo'lib o'tirmaydi, faqat odamlarni kuzatib, ya'ni ularga ergashuvchi bo'lmaydi. U ham bir fikrga ega ekanligini da'vosini qiladi ya'ni. Hozir aytgan fikrlaringiz bu liderlik xususiyatlariga xos. Albatta. Ular uyalish yoki qo'rqish, ya'ni gapirishdan qo'rqish haqida aytyapman. Mana shu nutq yaxshi rivojlangan bo'ladi va ular o'zlarining fikrlarini qanaqa davrada o'tirsada dadil bera oladi, dadil ayta oladi. Mana shunaqangi avlod bizaga, ya'ni mana shunaqangi yoshlar bizaga kerak hozir ayni paytda o'quvchilar orasida. Bizani maktabimizda o'zim dars o'tganim uchun shunaqa o'zini maqsadini yozdiraman. Mening maqsadim deb birinchi shaxsda yozdiraman. Birinchi shaxsda bo'lgani uchun u mening maqsadim deb juda chiroyli bir varoq, ikki varoq narsa yozishadi-da. Ba'zi birlari hammasi zo'r yozadi lekin, chunki hammaga qiziqda bu. Shartta chiqadida doskaga bir xili juda zo'r gapirib beradi va zo'r prezentatsiya qilib beradi o'zini-da. Ba'zi birlari aynan yozganini gapirib bera olmaydi. Yo cho'chiydi, yo tortinadi, yo qo'rqadi. Ya'ni omma oldida chiqib gapirish ularda yo'q, lekin yozmasi bor. Ya'ni yozuvda bor bu narsa. O'shanda o'ylayman, bu tug'mamikin? Ya'ni shartta chiqib gapirib berish yoki orttirilgan qanaqadir nima deydi, hayotda ota-onasida travmasi bo'ladimi, gapira olmaslik qanaqadir holatlari bo'ladimi, bu nimadan ekan degan bir fikr paydo bo'ladi-da menda. Oilasidagi muammo bormikin deb o'ylayman. Surishtirsam yaxshi oila bo'lib chiqqanlari bor. Masalan, bizga juda qiziq har bitta o'quvchining hayoti. Bir haqiqat bor. Yaxshi oila bo'lib chiqqani, masalan, nimasi bilan yaxshi? Siz masalan turmush o'rtog'i, siz masalan uni erini tanishingiz mumkin, masalan, otasini tanishingiz mumkin. U ayolni tanimaysiz masalan. U yerdagi muhit qanaqa ekanligini ichiga kirib ko'rganda bilasiz. Jamiyatda ko'zga ko'ringan odam bo'lishi mumkin, lekin o'zini oilasida muhit siz kutgandek bo'lib chiqmasligi mumkin. Ya'ni shaxsiy munosabatlarda o'sha boya aytganimiz turtkilash yoki o'dag'aylash, baqir-chaqir, nevroz holatlari va asab holatlari bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz bu narsani. Lekin bola boshqa sababdan ham shunaqa introvert bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. Buni bilmaymiz. Endi uni shu holatdan chiqarish uchun o'tirib bu bilan ishlash kerak bo'ladi. Endi inson bekorga o'sha 2-3 xilga bo'linmasa kerak, o'sha introvertlar, ekstravertlar va ambivertlarga masalan. Bu insonni muloqotga moyillik darajasida o'zi aslida. Buni nima shakllantiradi desak, o'sha muhit shakllantiradi.
muhit shakllantiradi. Bolalikdagi tarbiya shakllantiradi. Tarbiya shakllantiradi. Men o'ylayman, bolalarni tarbiyalash kerak emas. Ota-onalarni tarbiyalash kerak. Biz ham o'sha fikrdamiz. Aytadi-yu, nima qilasan bolangga tarbiya berib deydi. O'zing to'g'ri yashagin, bolang seni ko'rib ulg'ayadi o'zi deydi. Inson o'zi to'g'ri yashasa, masalan, u kimni zimmasiga tushadi? Asosiy masala erni zimmasiga tushyapti-da. Erkak agar o'zi to'g'ri bo'lsa, o'zi tarbiyali bo'lsa, o'zi odobli bo'lsa, ayoli shunga qarab intiladi, talpinadi. To'g'ri. Keyin bolalar ham shu atrofda shakllanadi keyin. Er ayolni tarbiyachisidir o'zi aslida. Ya'ni Alloh taolo tarbiya kunanda qilib yaratgan. Mana hozir ko'ryapmiz, qonuniyatlar buzilib ketyapti-da ko'p holatlarda va bu boshqa buzilishlarga ham sabab bo'lyapti. Shu oiladagi muhit deylik, ota-onasi ajrashib ketgan bo'lishi mumkin u bolani masalan. Uni ruhiyatiga ta'sir qilmaydi deysizmi bu narsa? Albatta ta'sir qiladi. Yoki kimdir sen yetimsan deb masalan uni kamsitib qo'yganlar bo'lmaganmi? Yoki hammani oldida kulganlari masalan, uni bir kamko'si bor, uni bir narsani yetkaza olmayapti, sinfdoshlarining ichida nimadir muammosi bor masalan, bularda bor narsa bunda yo'q, sal o'zini bir shu narsani udda qila olmagandek bir his qiladi-da. Va bu qaysidir ma'noda o'y-hayollarga, o'sha ichki qobig'iga o'ralib olishiga ham sabab bo'ladi-da. Omillar ko'p. Lekin meni nazarimda biz ota-onalarni tarbiyalashimiz kerak. Ya'ni aniqroq o'zimiz biz ko'proq tarbiya topishimiz kerak deb o'ylayman. Biz qancha tarbiyali bo'lsak, avlodlarimiz ham shuncha tarbiyali bo'ladi o'zi. Rahmat ustoz. Hozir yana bir narsani o'ylab qoldim. Masalan, biz maktabda matematikani, ingliz tilini va fanlarni, kimyo, biologiya bularni rivojlantirish ustida ishlayapmiz. Lekin o'zim tushunganim, nutqni rivojlantirish, ya'ni omma oldida, umuman kimni oldida bo'lsa ham o'zini fikrini bemalol bera olish, bu juda muhim bir nima deydi, ko'nikma deymiz. Mana shuni 1-sinfdan to 11-sinfgacha balkim qaysidir jihatlarini rivojlantirib borish uchun bir tizim qilish kerakdir balkim maktablarimizda. Chunki maktablarimizda juda masalan men o'zim kuzatganim, o'zimiz ham o'sha maktablardan o'sib ulg'ayib chiqqanmiz. Alohida bunga e'tibor beradigan mana fanlar bor. Aytganingizdek, adabiyot fani bor, tarix fanlari bor. Lekin u yerlarda ham aynan notiqlik haqida gapirilmaydi. Nutqni rivojlantirish haqida gapirilmaydi. Bir tizim yaratish kerakdir. Bunga nima deb fikr berasiz? Balkim butun davlatdagi maktablar miqyosida ko'rarmiz bu narsani. Xo'p, zo'r bir savol bo'ldi. Eng qiziq joyini aytaman. Biz yanvar oyidan bir loyihani ishga tushirdik. Ya'ni bizda 1,5 oy davomida katta coachinglarimizda o'qib turib, kursdan keyin natijasi pasayib tushib ketayotganlar uchun kurs shaklidagi 3 oylik bir loyiha bo'ldi bu. Bu abonent to'lovi evaziga bo'lyapti. Masalan, 1 oyiga belgilangan miqdordagi pulni to'laydi va u har kuni nazorat qilinadi. Xuddi kursda qanday nazorat qilingan bo'lsa, uni ustida bir kurator ishlaydi. Tizim ishlaydi ya'ni. U har kuni audio qilib tashlaydi materialni, videoga oladi, sport bilan shug'ullanganini videoga olib tashlash kerak va qilinishi kerak bo'lgan boshqa yana foydali odatlar bor. Umumiy muvaffaqiyatli inson o'laroq nima qilish kerak? Kun davomida qilinishi kerak bo'lgan ishlar rejasi bor-ku. Bu ish biznesidan tashqari. O'sha narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni muammolardan kelib chiqib turib, o'sha tanlaydi yo'nalishni. Hozircha biz bir 25 ta odamda bu narsani tajribadan o'tkazyapmiz. 3 oylik loyiha edi. Mana 1,5 oy qariyb o'tyapti. Bu loyihani o'zi umumiy o'sha bir ilova shaklidami, bir o'sha qo'llab-quvvatlash shaklidami biz o'ylab qoldik. Hozir siz bu bergan fikringizdan keyin balki g'oya o'laroq balkim taqdim qilib ko'rarmiz jamoalarga, mana siznikiga o'xshagan ta'lim yo'nalishlariga o'qituvchilarni ham, o'quvchilarni ham o'sha qo'llab-quvvatlab, ularni nazorat qilib, shaxsiy rivojlanish yo'lida foydali ish koeffitsiyentini oshirib, kun samaradorligini oshirib, uni yana ham muvaffaqiyatli inson bo'lish sari yetaklaydigan bir loyiha bo'ladi-da bu. To'g'ri aytasiz. Bu ko'rish kerak ekan. Sababi biz o'qituvchilarimizda aynan mana shu nutqni, ya'ni notiqlik darajasini oshirish uchun mas'ulmiz deb o'ylaymiz va ularga harakat qilamiz bunaqa kurslarni olib berishlikka.
Xo'p, mana hozir notiqlik, nutq rivojlanishi haqida gapiryapmiz. Farzandlarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz, yoshligidan sekin-sekinlik bilan ularda, mana shu nutqni rivojlanib borishi, bu bizani, ya'ni aynan sizni maktab davringizga ham ko'p narsa bog'liqda. Endi biz maktab davrimizdan, his qilamizda hozirgi o'quvchilarimizni. Hozir men o'zim ham dars berayotganim uchun ancha yaqinroqdan, bizani davrimiz bilan hozir ancha-muncha baribir farqlari ko'p-u. Qarayman, mana bu telefonlar hozir chiqqan masalan, bular ham bizani nutqimizga o'zini ta'sirini o'tkazyapti. Biz faqatgina tomoshabin bo'lib ko'rib, eshitib qolyapmizda, kam gapirayotganmiz, mana shu kam gapirayotgan insonlarga aylanyapmizda. Bir davrada o'tirsakda, bir 4-5 kishi bo'lib, hammamiz, telefonga qarab turibmizda, bir-birimiz bilan suhbatlashmayapmiz. Ya'ni shu tobora gapirish, kamayib borayotgandek men nazarimda. Buni qanday to'g'rilash muhim deb o'ylaysiz? Mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, Amerikani 99% aholisi nemofobiya kasalligiga chalingan. Nemofobiya nima bu? Mana shu telefon, planshet, device'larga bog'liqlik. Aynan shu nemofobiya oqibatida kelib chiqadigan boshqa bir kasalliklar bor. Toqatsizlik, betoqatlik, dangasalik bor. Xotirani susayishi bor. Va nevroz kasalligi. Mana shu 4 ta kasallik bir guldasta bo'lib, bizni kitob o'qishdan uzoqlashtiradigan asosiy jihat ekan. Endi millat kitob o'qimasa, ilm olmasa, ertaga u kim bo'ladi? Kim bo'ladi ayting? Yana gastarbayter bo'ladimi? Kim bo'ladi? Ya'ni qora ishchi o'laroq, ya'ni jahon ayvoniga chiqib, ya'ni dunyoning qaysidir nuqtasida borib ishlaydi. Nima bo'ladi keyin degan savol tug'iladi. Va bunaqalar ko'paysa nima bo'ladi? Biz yana nima qilyapmiz? Yana ishchi sinfini shakllantiryapmizmi? Men istamasdim masalan, meni avlodlarim yo siz istaysizmi? Hech birimiz istamaymiz. Borib qora ishchi o'laroq qayerdadir faoliyat yuritib kimnidir axlatini tozalashi. Yo'q, qachonki biz intellektual mulkni eksport qilishni boshlar ekanmiz, millat o'laroq dunyo hamjamiyati oldida jahon ayvonida hurmatimiz oshadi. Mana hozir nima qilyapmiz? 7 million aholi tashqarida umrguzarolik qilyapti, o'qiyapti, ishlayapti. Oddiy qora ishchi o'laroq ishlayapti, qurilishlarda ishtirok etyapti. Ko'ryapmiz-ku ijtimoiy tarmoqda qancha masalan holatlar bo'ldi. Bizni nima hurmat izzat qilishyaptimi? Yerga urilayotgan, yana ham yerga urilayotgan videolar chiqyapti-ku. Sen bizani qulimizsan, sen bu yerga ishlash uchun kelgansan. Ishla degan o'dag'aylab bo'ldi-ku bunaqa murojaatlar va bunga munosabatlar bildirildi. Ijtimoiy tarmoqda butun bir xalq ko'rdi-ku bu narsani. Hech kim kafolat bera olmaydi, ya'ni vaziyat bundan ayanchli bo'lishi mumkin ba'zilarda. Ba'zilarda bunaqa sal yengilroq bo'lishi mumkin. Bu endi bitta videoga tushib qolgan bir holat bu. Bu nimaga olib keladi? Qarang mana ilmsizlik, kitobsizlik. Amerika qanday Amerika bo'ldi masalan? Xitoy qanday qilib Xitoy bo'lyapti? Kimdir kelib ular rivojlantirib berayotgan, yo'q, hammasi inson salohiyati bilan rivojlanyapti. Inson salohiyati asosida bo'lyapti. Bu salohiyat nimani evaziga rivojlanyapti? Hammasi fan, ta'lim, ilm, kitobga borib taqalyapti. Qancha bilim olsa inson va o'sha bilimini tashqariga chiqarib bera olsa, u foydali insonga aylanyapti jamiyatda. Ko'p kitob o'qiganing bilan nima bo'lardi degan masalan e'tirozlar bir paytlar bo'lgani, o'qiganing bilan shahar olib berarmiding? Nima bo'ldi shu gapni oqibati endi bugungi kunga kelib? Faqat ilm, faqat ta'lim, faqat fan. Shu orqali biz rivojlanamiz. Inson salohiyatini rivojlantirish orqali. Ham aqlan, ham ruhan, ham jismonan rivojlangan avlodni tarbiyalay olsak, marra bizniki. Alixon To'ra Sog'uniyning bir chiroyli gaplari bor. Agar o'zbek xalqi har ishda oshga borganchalik birlasha olganida edi, uni oldiga tushadigan boshqa millat bo'lmasdi deganlar.
Juda ajoyib fikr. Haqiqatda man bu narsani endi o'zgaryapti bu. Biz aytolmaymiz xuddi shunaqa qotib qolyapti. Hech kim kitobxon emas, kitob o'qimaydi odamlar deyolmaymiz. Mana masalan yangi mutolaa loyihasi chiqdi. U yerda bir statistikasi bor. Xursand bo'ldim bu narsadan. Ya'ni bu oshyapti odamlarda qiziqish. Yaqinda masalan Muhammad Ali inimiz yuksalish kitoblari loyihasini qildilar. Endi o'sha oshga borganchalik degan joyini o'sha joyda ko'rdim. Haqiqatda odamlar xuddiki bir yemakka navbatda turgandek edida. Qarang, bu nisbat o'zi bir qo'polda, ya'ni aslida inson ilmga shunaqa navbatda turishi kerak edi. Men Turkiyada ko'rganman bu narsani. O'sha BKM deydi, bir kitoblar mumkin loyihasi bor. Bursa shahrida Yevropadagi eng katta do'kon, kitob do'koni joylashgan. Endi do'kon ham deb bo'lmaydi buni, to'g'risini aytsam, bu do'kon emas, bu mall. Bu katta gipermarket. 1 million turdagi kitob bor haligi joyda. Uni ichida kitob o'qiydigan joylari, dars tayyorlaydigan joylari, kutuvchi zallari, food courtlari bor masalanda. Endi kitoblar ham shunaqa joylashtirilgan, shunchaki maza qilasiz. Xuddiki inson bir xazinaga tushgandek bo'ladida. U yerda odamlar endi navbat shunaqa turibdi, endi hammasini qo'lida bitta kitob. Borib imzo otma marosimida, ya'ni muallif kelyapti, dastxat qo'yib beryapti, birga rasmga tushib. Ijod ahliga, ilm ahliga mana munosabat. Ikkita shunaqa navbat. Bir vaqtning o'zida talabalar ham turibdi, boshqa bir navbatda, bir vaqtning o'zida maktab o'quvchilari yerlarda o'tirib olishgan. Ko'rib hayron qolasizda. Niyat qildim, qani endi bizda ham bo'lsa shunaqa bir joylar dedim-u, keyin o'ylanib qoldim. Xo'p, u yerni nima bilan to'ldiramiz? Nima bilan to'ldiramiz? Joyini-ku toparmiz. Lekin xursand bo'ladigan tomoni, oxirgi 3-4 yil ichida 300-400 ta nomdagi yangi bestseller asarlar tarjima qilinibdi. Shundoq, o'sib borish kuzatiladi. Ha, Chunki o'sish bor. bizda ham birdan sezamiz. Sababi o'zimizni maktabimizda kutubxona bo'ladi har bir maktabda va kutubxonachilarni asosiy KPI deymiz-u endi biznes tadbirkorlik tilida aytganda. Ularning vazifasi ko'proq kitobxon o'quvchilarni ko'paytirish. O'shani hisobiga ular ko'proq oylik olishadi bizda. O'shaning uchun o'zim ham qiziqaman, qani kitobxonlarimiz ko'payyaptimi? Kitob o'qish qanaqa ketyapti? Agar biza kitob topib bera olmasak, uni ro'yxatini berishadi. Biza o'sha солнечный deymiz-u, quyoshli bozoridan olib kelib beramiz. Yoshlarimiz avvalga nisbatan yaxshilanib boryapti degan bir fikrdaman. Sababi bir vaqtlar bizani yoshligimiz, sizni yoshligingizda mana kitob haqida gap ochilgani uchun biza ba'zi bir kitoblarni topishga rosa qiynalganmiz, qidirganmiz, bo'lmasdi ham ba'zida. topilmas edi. Chunki nashr qilinganiga nechadir yillar bo'lgan, topish juda murakkab, mashaqqatli bo'lardi-da. Hozir esa yaxshi kitoblarni internetdan yoki nimalardandir o'sha vositalar ko'paydi, topish imkoniyatimiz bor bizda hozir. Kitob o'qish bo'yicha mana hozir nutqni rivojlanishi haqida ko'proq gapirdik, lekin bunga asosiy manba, poydevor bu baribir kitoblar bo'lib qoladi. Ya'ni bilim manbai ham hamda nutqda biz gaplar, so'zlar, bularni jumlalarni tuzamiz. Bularning hammasi baribir bir manbadan suv ichish kerak. Bu kitoblarda. Siz o'zingiz maktab davrida qaysi kitoblarni ko'proq qayta o'qigansiz yoki qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz bizga? Hop, maktab davrida ko'proq shu Urganch shahrida kutubxona bo'lardi, markaziy kutubxona, viloyat kutubxonasiga borib, shanba, yakshanba kunlari yoki darsdan tashqari borib, hech bo'sh o'tirganimni eslolmayman. Bekorchilik bilan shug'ullanganimizni eslolmaymiz. O'ynasak bir haftada bir yoki 2 haftada bir shu mahallani bolalari bilan futbol o'ynardik. Bo'sh paytimizda tennisga borilardi. O'sha paytda pionerlar uyi bo'lardi. Dom Pionerov. Yoki musiqa maktabiga, o'sha rasm to'garagiga yoki o'sha fortepianoga borilardi. Va kutubxonaga borardim. Shu borib noyob kitoblar bo'lsa, ya'ni maktab kutubxonasida bo'lmagan kitoblar, qanaqadir konspekt olish kerak bo'ladi, referat yozish kerakmi? Borib, mehnat qilib, o'qib, yozib tayyorlardik. Ko'pincha eslayman o'sha Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik kun asarini maktab paytida o'qiganimni eslayman. Yoki o'tgan kunlar romanini o'qiganimni eslayman. Masalan, Abdulla Qodiriyni. Yana eslaymanki, o'sha Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asari bor.
Bu paytlarni eslayman, ya'ni shular ya'ni o'quvchilar orasida bir qanaqadir muhokama ham bo'lardi, gaplashardik. Ammo haqiqatda ko'p kitob topish mushkul bo'lardi. Keyin rivojlandi bu narsalar, ya'ni yangi adabiyotlar. Ammo e'tibor berib qarasangiz, deyarli juda ko'p adabiyotlar shu 2000-yilgacha yozilgan adabiyotlar edi-da. Hozir yaqingacha ham shunaqa edi. 2020-yildan keyin bu narsa rivojlandi, kuchaydi. Shiddat bilan rivojlandi. Ha, oxirgi 5-6 yil ichida mashalloh rivojlandi. Va oxiri iloyim yaxshilikka olib kelsin bu narsani, chunki ko'payib ketishi ham yaxshi emasda. Sifatsiz nima deydi, bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deydi-yu. Biznes o'laroq masalan kitobni olishyapti, bestseller asar ekan deyapti, olib kelyapti, u tarjima qilinyapti, u tarjima g'aliz, uni yo 30% tushunarli yo tushunarsiz va bo'lib ham bizani jamiyatga to'g'ri kelmaydigan tushunchalar bilan bizga ishlamayapti masalan ba'zi asarlar, yoki bir narsaga guvoh bo'ldim, tarjima qilinyapti asarlar, 10 ta volontyorni olib kelyapti, bitta ruhiyatda yozilgan asarni 10 ta ruhiyatda 300 betli varoni masalan kitobni bo'lib beryapti. 30 betdan tarjima qil. 10 ta ruhiyatda tarjima qilinadi. Muharrir oladi, bitta yig'adi. Shappa kitob tayyordi. Ya'ni biznes o'laroq to'g'ridir bu narsa, lekin bunaqa biznes qilganlar ham kasod bo'ldi. Oqlamadi loyiha o'zini. Nimaga? Chunki xalq otib yuboryapti, uni o'qimay tushunmayapti, boshi og'riyapti. Qancha o'quvchilarim men deydi, aynan tarjima sababidan voz kechganman, kitob o'qish namuncha yoqimsiz mashg'ulot bu deganlari ham bo'lgan ichida. Shuning uchun tarjimonlar, endi tarjimonlik bu o'zi alohida bir asosiy bir yo'nalish o'zi va bir alohida bir mavzu o'zi bu. Lekin endi buning uchun mana endi yana yordam muammoni yechimi o'laroq bir holat bo'lyaptiki, kitobxonlik bo'yicha bloglar ochilyapti, masalan, video bloglar, blogerlar bor kitob bo'yicha. Ular tavsiya qilyapti. Bu yerda ro'yxatlar shakllangan. Masalan, inson vaqtini sarflab yurish shart emas. Qanday kitobni o'qisam bo'ladi, darajasini aniqlab turib, masalan, mana bu shaxsiy rivojlanish yo'lida mana bu kitob, masalan, biznesda mana bu, marketingda mana bu, sotuvda bu, masalan, badiiy adabiyot bo'lsa mana bu, diniy ma'rifiy mana bu tavsiyani olib turib, ko'p kitob o'qiydigan odamlar bilan yoki o'sha blogerlar bilan maslahatlashib, bu muammoga yetarlicha yechim topsa bo'ladi. Yetarki xohish bo'lsa bo'ldi. Shunday. Hozir imkoniyatlar, vositalar rosa ko'paygan bir vaqtda yashayapmiz. Ustoz, maktab davridagi o'quvchilar, hozirgi vaqtdagilar endi intizomda qiynalishadi. Intizom juda muhim o'zi aslida. Agar intizomsiz bir katta bir natijaga erishdi desa, bu juda qiyin deb o'ylayman. O'shaning uchun maktab davringizda umuman mana hozirgi sohani tanlash, o'sha vaqtda mana shu yo'nalishda ketib, deylik, jurnalist darajasiga chiqishingiz uchun intizom bilan juda ko'p mashq qilgansiz deb bilaman. Chunki sizni bizni darslaringizda mana shunaqangi intizomni bir sezgandek bo'lganman o'zim. O'shaning uchun intizomga nima degan bir o'zingizni fikringizni berasiz? Mana maktab davridayoq intizom bilan o'qigan tuzukmi yoki biroz erkinroq bo'lgan ma'qulroqmi? Bilmayman, endi yalqov odamlar erkin bo'ladi deyishadi. Lekin yalqov va dangasa odamlardan ko'p yangi g'oyalar chiqadi. Ya'ni holat qandoq yengillashtirsak bo'ladi degan bir xayollar bo'ladi-da. Albatta intizom muhim. Intizom bu o'ziga xos bir rejada, ya'ni rejani bir aksi. Reja bo'lishi ham bir intizom o'zi aslida. Va qaysiki kompaniya rivojlangan bo'lsa, bir ma'lum bir strategiya bilan, ma'lum bir intizom qoidalari bilan, masalan, SOP deydi-yu, masalan, standartlar bilan rivojlanadi-da. Va kuchli rivojlangan davlatlarning ortida ham kuchli bir reja yotadi o'zi asli. Shuning uchun men o'ylayman, intizom muhim. Intizom muhim. Ba'zan o'zimizda ham bu kamchilik bo'lgan va intizomsizlik, vaqt masalasida sal unaqa bor. To'g'ri taqsimlay olmaslik muammosi zarar bergan paytlari bo'lgan. Buni tan olishimiz kerak. Va bu bir ibratdir va bu bir to'g'ri xulosa chiqarishga bir imkoniyat o'zi aslida. Inson endi surunkali ravishda bu muammoni ichida yurishi
to'g'ri emas. Xulosa qilish kerak. Ya'ni shu holatda yurding, kelding, nimaga erishding? Hech narsa. Hop, endi shu holatni to'g'irlasang nimaga erishasan? Hatto bu vaziyatda yurib boy berganlar qancha, masalan. Shuning uchun men o'ylayman, intizom muhim. Xo'p, ustoz, mana siz notiqlik, bu sizni hayotingiz deb bilaman, va mana shu notiqlik bo'yicha juda jurnalist bo'lish bu sizni kasbingiz va bundan notiqlik kurslari va boshqa yo'nalishlar Shular chiqib kelgan. chiqib kelganda, shu jurnalist bo'lishlikni siz o'zingiz tanlaganmisiz yoki ota-onangiz sizga tavsiyasi bilan tanlanganmi? Ota-onam qarshi bo'lgan bu kasb narsaga. bo'yicha gaplashsak deguvdim. Ya'ni qanaqa bu sohaga kirib kelgansiz? Kirib kelishim o'sha boshida aytganimdek, otam yonlarida yurganmiz. Otam Nur Ahmad Hojiboy o'g'li. Ular ham shu faoliyat bilan shug'ullanganlar televideniyada. Men yonlarida o'sha shanba, yakshanba kunlari deylik, tasvirga olish jarayonlari, montaj jarayonlarida yurib, kechalari yonlarida o'sha yerda uxlab qolgan paytlarim bo'lgan masalan. Kasb fidoyisi bo'lib ishlaganlar va yaxshi natijaga erishganlar. Vaqtida hozir endi nafaqadalar, hozir Yozuvchilar uyushmasi a'zosi 4-kitoblari chiqdi. Yaqinda yana bitta kitob ustida ishlayaptilar. Birinchi ustozimiz ham hayot, ham kasb yo'nalishida. Lekin otam qarshi bo'lganlar o'zi aslida. Bolam sohannon og'ir ki shu boshqa sohaga topshira qoldi. O'sha 2002-yilda, bundan 24 yillar oldin o'qishga kirmoqchi bo'lgan paytimizda. Turizm yo'nalishiga topshirganmiz, matematikaga tayyorgarlik ko'rmasdan. Shartnoma bo'lsa to'laymiz bolam deganlar. Lekin baxtimizga kira olmaganmiz. 5 ball yetmagan. Keyingi yili ota olmani tagiga olma tushadi baribir. Qo'ying, qarshilik qilmang, rozi bo'ling. Men jurnalistikaga topshiraman deb turib, xalqaro jurnalistikaga 2-yil yaxshilab tayyorgarlik ko'rib topshirganmiz, byudjetga kirganmiz. Zo'r. Endi hozir mana sizdagi vaziyat juda yaxshi, chunki dadangiz ular o'zlari jurnalist bo'lib, sizni jurnalist bo'lishingizga o'zlari qarshi bo'lib, keyin rozi bo'lganlar-da. Ko'pchilik o'quvchilarimizda mana shunda masalalar paydo bo'ladi. Ya'ni otasi, ya'ni nima ish qiladigan bo'lsa, farzandini ham xuddi o'sha ish qilishlikka majburlash holatlari bo'ladi, tortadi. Yoki kimdir qilmoqchi bo'ladi farzandini, kimdir. Ya'ni doktor qilmoqchi bo'ladi yoki qaysidir sohani mutaxassis qilmoqchi bo'ladi, lekin bolada bunga qiziqish bormi, yo'qmi, unga e'tibor bermaydi-da. Faqat o'zini xohlaganini birinchi darajaga olib chiqib qo'yadi-da. Shunday. Mana shu bo'yicha o'zingizning qanaqa fikrlaringiz bor? Ertaga bu nima bilan yakunlanadi? Endi bu narsa yaxshilik bilan yakunlanmaganiga ko'p guvoh bo'lganman. 4 yil yuridik universitetda tahsil olib turib, 15 kun ham ishlamagan tanishlarim bor. Masalan, o'sha tibbiyot yo'nalishida 7 yil tahsil olib, 2 oy ham ishlamaganlar bo'lgan masalan. Bobong bu narsani orzu qilgan, bobong bo'lishni orzu qilgan, lekin ular bo'la olmadilar. Endi bobongning orzusini amalga oshirishimiz kerak bolam deb turib, qarang yondashuvni. Buving xohlaganlar bu narsani. Bola qiziqadimi o'zi u narsaga yoki yo'qmi? Nima yo'nalishga qiziqadi? Inson qiziqmagan ishidan rag'bat ola olmasa, rivojlana olmaydi ham. Na ma'nan bir daromad oladi, na moddiyan. Lekin inson qilayotgan ishidan rag'bat olsa, ma'nan rag'bat olsa, moddiyan albatta rivojlanadi. Qarang, qilayotgan ishingizni maza qilib qilsangiz. Masalan, men o'zim qilayotgan ishimni hobbilarim deb bilaman. Dars berishni yaxshi ko'raman. Bu meni hobbim. Bu narsa menga daromad keltiradi. Audio kitoblar qilishni yaxshi ko'raman. Bu meni hobbim. Bu narsa menga daromad keltiradi. Bu degani men umuman ishlamayman degani. Tushunyapsizmi? Ya'ni agar inson ishini hobbisiga aylantirsa, u bir daqiqa ham ishlamaydi aslida. U maza qilib yashaydi bu odam. Shu narsani qo'yib berish kerak va bunaqa odamlarga o'sha Hind film ijodkorlari tomonidan ishlangan 3 savdoyi filmini tomosha qilishni maslahat bergan bo'lardim. Mana shu narsa ota-ona va farzand o'rtasidagi shu konflikt, muammo holati zo'r, ajoyib tasvirlangan. Shuning uchun majburlash kerak emas. Bolani o'zi layoqatiga, qiziqishiga qarab. Mana bizda shunaqa holat bo'ldi, olmani tagiga olma tushdi. Uni o'zimdagi ishtiyoqdan kelib chiqib otam qarshi chiqmadilar nazarimda. Agar menda bilmasam, kim bo'lmoqchisan sen, bilmasam deb yursam,
bir narsa bo'larmiz, qayerdan pul toparkanmiz, ko'proq qaysi sohada pul bor, qabilida yurganimizda edi, masala tamoman boshqacha bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun endi otamiz o'zimizdagi bir ishtiyoq, qiziqishni ham ko'rganlar, chunki 16 yoshimdan televideniyada ishlashni boshlaganman. Kadr ortida ingliz tilida, o'zbek tilida matnlarni o'qirdim. Chunki menda qiziqish bor edi. Ertalabdan kechgacha o'sha fidoyi bo'lib, ba'zan ochiq qolasiz masalan, ishlanardi-da. Kechasi bilan qolib ketilardi masalan, kechgacha qolinardi. Bu narsa o'sha mendagi qiziqishga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deymanda ya'ni. Otam buni sezganlar, shuning uchun ota keling, men baribir shu yo'nalishga topshiraman deganimda qarshilik qilmaganlar. Shunaqa. Ustoz, mana bizani o'quvchilarimiz, ayniqsa 9, 10, 11 sinflaridagi o'quvchilarga, masalan, so'rovnoma qilamiz, suhbatlashamiz, ular bilan gaplashganimizda, ularda xohish borligini aytadi. Ya'ni nutqni rivojlantirish, ommani oldida chiqib gapirishga. Lekin ularda, bir qo'rquv yoki tortinish yoki nimadirlar borki, ular buni qilolmaydi. Lekin bu narsa ularga kerak. Nimaga kerak desangiz, ko'pchiligi chet elda yaxshi top universitetlarga kirmoqchi bo'ladi. Mana shu ko'nikma ulardan so'raladi. Chunki u top universitetlarni bitiruvchilari bir liderlar bo'lishi kerak deb o'sha universitetlar bu ko'nikmaga ham e'tibor beradida. Mana shunda shu yoshlarga, o'quvchilarga qanaqa o'zingizni bir maslahatlaringiz berasiz? Ular nima qilishsa hozirdan nutqini to'g'ri rivojlantira olishadi? Endi albatta insonga ustoz kerak. YouTube'da tiqilib yotibdi masalan materiallarda rus tilida, xitoy tilida, ingliz tilida, turk tilida va boshqa tillarda nutqni rivojlantirishga oid juda ko'plab his-hayajonni yengishga oid, tizimlashtirishga oid, muzokara olib borishga oid juda ko'p ma'lumot bor. Lekin endi shu narsani amaliyotda qanday bo'layotgani holatini mundoq puls ushlab turib, holatni to'g'ri bahosini bera oladigan ustoz bilan qilinsa natijasi tamoman boshqacha bo'ladi. Undan o'rganib oldingizda, hop endi amaliyotni qayerda o'taysiz masalan. Shu tomoni borda, notiqlik %50 psixologiya bilan bog'liq va notiqlik bu sportdir. Qancha ko'p shug'ullanilsa, qancha ko'p amaliyot bo'lsa, ya'ni nazariya emas, qancha ko'p amaliyot bo'lsa, shuncha yaxshi natija bo'ladi. Shuning uchun biz darslarimizda, katta darslarimizda tushgacha nazariya, tushdan so'ng ko'proq qismga amaliyotga fokus qaratganmiz. O'sha speaking clublari, debatlari, nutq darslari, bahs munozara darslari, vokal deymiz, o'sha talaffuz, ovoz, nafas muhim narsalar bular. O'sha sport ham bor u yerda masalan. Amaliyot agar ustuvorlik kasb etmasa foydasi yo'q. U nazariyani foydasi yo'q. Shunchaki u bilimga ega bo'ladi, xolos bo'ldi. Lekin o'zini o'sha yo'nalishda sinab ko'ra olmaydi. Ya'ni qozonda qaynashi kerak inson. Shuning uchun men o'ylayman, qayerda bo'lmasin, agar shunday kurslar bo'lsa, borishsin. Ko'p-ku hozir mana paydo bo'lyapti. Hozir masalan kichik kurslar bor, viloyatlarda ham hatto paydo bo'lyapti. Men o'zim guvohi bo'ldim. Borsa albatta foydasini ko'rishadi. O'shanday muhit kerak. Lekin agar yo'q bo'lsa, ular yashayotgan hududda balki o'sha 5-10 ta tengdoshlarini yig'ib turib, ichidagi salohiyatli, layoqatli, tajribaliroq birini bir mas'ul qilib qo'yib, o'zlari qilsa ham bo'ladi. Chiqishlar qilib, prezentatsiyalar qilib, masalan. Notiqlik klubini ochganmiz. Bu narsa biza o'sha har bir o'quvchi o'zini portfolio deydi, ya'ni uni orqa planda ko'p qilinadigan ishlarini bir ro'yxatida borda bu narsa. O'shaning uchun alohida klub qilganmiz, alohida qiziquvchilarni o'sha yerga jalb qilamiz. Ular bir haftada yoki bir oyda navbati kelgancha bitta mavzuda tayyorlanishadi. O'zlarini oldiga chiqib gapirib berishadi nutqini oshirish uchun. Bu narsalarni tashkillashtirib turibmiz. Aytganingizdek, ma'lumotlar hozir juda ko'p, lekin faqat ma'lumotni o'zi bilan ish bitmaydi. Ya'ni faqat nazariya bo'lib qoladi u. Ya'ni amaliyot maydonlari bo'lishi kerak. Bu o'sha sahnalar deymizmi? Yana bitta savol bo'lsa-da, masalan, bizada ko'p tadbirlarimiz bor aytganingizdek. Tadbirlarimizda asosan mana shu nutqi yaxshi gapiradigan o'quvchilar asosan birinchi navbatda da'vogar bo'lishadi.
introvertroqlar esa chetda qolib ketaverishadi. Ya'ni tadbirlarda ko'p qatnashmaydi, she'rlar o'qishda yoki boshqa narsalarda. Biz esa teskariroq qilishlikka, mana shu nutqida shu introvertroq bolalarni ko'proq olib chiqishlikka, ularni qo'rquvini yengishlikka harakat qilamiz. Ba'zida bu narsa yaxshi ish beradi. Ba'zida esa teskari ham bo'ladida. Ya'ni teskari deganim, go'yoki ularni biz nimagadir majburlagandek bo'lib qolamiz, lekin niyatimiz o'zi to'g'ri bo'ladi. Mana shu holatlarda ularni bu tormozlardan, ya'ni tormoz deymiz qo'shirog'chida, olib chiqishlik uchun yana nimalar qilsak to'g'riroq bo'ladi? Davom ettirish kerak o'sha ish. Yanada davom Yana ko'proq. Eng yaxshi usul bu o'sha omma oldida chiqish. Omma oldida chiqish. Hech kim muvaffaqiyatli inson bo'lib tug'ilmaydi yoki hech kim onasini qornidan mutaxassis bo'lib tushmaydi. 5 olishdan oldin 2 ga rozi bo'lish kerak, o'shanaqa bir holatni boshdan kechirish kerak inson. Keyin bir 3 oladi, keyin sekin 4 ga baholanadi. Ana keyin 5 ga yetib keladi. O'sha hayajonni yengish usulini hamma ommani oldida sinab ko'rish kerak edi. O'sha qozonda qaynash deganim mana shu narsada. Muammo bo'lyaptimi? Yana yuraverish kerak. Yiqilgan kurashga to'ymaydi deydi-ku. Yana yurish kerak. Ammo choralarni ko'rish kerak. Masalan, o'sha nima qilsam bo'ladi buni to'g'rilash uchun ustozdan o'rganiladi va qilinadi. Shu ajoyib zo'r tavsiya bor. Men mana hozir kuzatuvchilarga ham yoki o'quvchilarga ham bersak bo'ladi. Omma oldiga chiqishdan oldin bitta zo'r usul bor. Bu nafas. Adrenalinni kamaytirib beradi. Bu adrenalinni ko'payishi hisobiga bo'ladi bu narsa. Burundan nafas olamiz, og'izdan chiqaramiz. Shu usulda 30 marta. Qilib nafas olinadi. Bu ovozga ham ta'sir qiladi. Mana sezgan bo'lsangiz, sal ovoz o'zgardi. 5 martami 6 marta nafas oldim bo'lmasa. Endi 30 marta bo'lsa, qanaqa bo'ladi nafas masalan? Ya'ni ovoz demoqchi edim. Shuni qilish tavsiya etiladi va birorta bir sport mashqini qilish, o'tirib turish masalan, yoki mushaklarni tirishtirib kengaytirish masalan bo'lishi mumkin, yoki turnikda tortinish bo'lishi mumkin. Chiqishdan oldin agar imkon bo'lsa, adrenalin kamaysa, hayajon ham ancha yo'qoladi. Va yana bir zo'r usul, shunchisini ham berar ekanmiz mana. Hammani qarzdor deb hisoblash. Ya'ni tasavvur qiling, hamma sizdan qarzdor. 70% insonda ish beradi bu narsa. Hammada ham ish bermaydi, chunki bu endi ishontirish, bu dasturlashda bu. Qanchalik ishontira oladi inson o'zini. Ishontira olsa, ishoning, zo'r natija beradi bu. Ustoz, mana hozir yuqoridagilarni eshitdim, bildim. Bu nutqni rivojlanishi, notiqlik, bu hammasi demak mashqlar natijasida shakllanadi. Tug'ma emas degan bir fikrga kelib qoldimda. Bu to'g'rimi? Shunday. Tug'ma ham bor, lekin notiqlik 100% ayta olaman, bu sportdir. Qancha sport bilan ko'p shug'ullansangiz, shuncha yaxshi natija olasiz-ku o'zi aslida. Shunaqa. Qancha ko'p shug'ullanilsa, o'sha amaliyot o'talsa, nazariya o'rganilsa, tatbiq qilib ko'rilsa, sinab ko'rilsa, shuncha yaxshi natija bo'ladi. Demak, gumanitar fanlar, ya'ni ona til adabiyot yoki tarix yoki geografiya, shunga o'xshash fanlardagi ustozlarni ko'p yaxshi gapira olishligi, demak, ularni mana shu fani bilan bog'liq ekan deb o'ylasak. Masalan, matematika o'qituvchilari bilan biz gaplashsak qiynalib qolamizda. Nimaga? Chunki ular kam gaproq bo'ladi. Demak, bu ham o'sha ularning sohasi bilan bog'liq. Shunday. Demak, mana shu narsani tushunsak bo'lar ekan. Lekin matematikadagilarni biz mana biriga paradoks deymi, ya'ni to'g'ri kelmaydigan joyi, ularda zehn o'tkir, fikrlash tez bo'ladi. Ulardan bizlar agar rahbarlar tayyorlasak, biz endi tajribamizda bu yaxshi natijalar berganda bizda. Chunki ularni fikrlashi umuman boshqa bir daraja. Lekin ularni so'zga boy emasligi bu rahbar bo'lishiga to'siq bo'lib qo'yadi. Gumanitar fandagilarda mana bu matematikaga qiziqishni kamligi hisobida ularda fikrlash tezligi yoki nimalaridir mana shu rahbarlik darajasida biroz pand berib qo'yadigan joylari borda. O'shaning uchun men har doim aytadiganim, rahbar topmoqchi bo'lsak, matematikani yaxshi biladigan, lekin nutqi ham yaxshi bo'lsin, chunki jamoani oldida so'zlay olish qobiliyati bo'lsin deymizda. Ya'ni hamma demak juda ko'p ota-onalar bilan men gaplashsam, ular o'zlarining farzandlarini rahbar bo'ladi
lider bo'ladi, o'zidan keyin qanaqadir kompaniyalarni boshqaradi, deb biladida. Demak, ular mana shu holatda nutqini ham rivojlantirish kerak ekan deb bilaman. Sababi siz hozir o'zingizni taniganim uchun aytaman, juda ko'p joylarda mana biza tengi, bizadan kattaroq yoshli insonlarni gapirishga, nutqini rivojlantirishga, aynan mana shu tadbirkorlik sohasidagi insonlarni o'rgatib kelasizda. Ular agar maktab davrida agar yaxshi mana shu sohani o'rganganida, bilganida edi, bilmadim, masalan hozir 10 darajada bo'lgan bo'lsa hozir, agar maktab davrida o'rganganda balkim hozir 100 darajada bo'larmidi. Shunday. Chunki nutqni rivojlanishi, ravon gapirishi, o'zini fikrini bildira olishi, notiqligi bu rahbarga juda katta yutuqlar beradi. Mana shular bo'yicha o'zingizning bir fikrlaringiz bo'lsa, bizani mana ota-onalarimiz asosan tadbirkorlar, biznes egalari, o'shaning uchun ularga ham qanaqadir bir foydaliroq bir fikrlar bo'lardi. Chunki ular juda ko'pchiligi yuqorida aytganimdek farzandlarini rahbar bo'ladi, kompaniyalarni boshqaradi deb bilishadi. Hozirdan agar maktab davridanoq mana shu narsani biz rivojlantira olsak, ular uchun juda katta yutuq bo'lardi. Zo'r. Xo'p. Eng avvalo ularga murojaatan bir narsani aytishimiz to'g'ri bo'ladi. Tajribadan kelib chiqib. Bolani yoshligidan qancha ko'p e'tibor berilsa, uni shaxsiyatini rivojlantirishga, shaxs sifatida shakllantirishga, undagi o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirishga, va uni aqliy salohiyatini rivojlantirishga, uni ruhiyatini kuchaytirishga va jismonan baquvvat qilib o'stirishga harakat qilinsa, fokus shunga qaratilsa, natija ijobiy bo'ladi. Bola yaxshi joyda o'qisin, faqat unga aqliy ko'nikmalari shakllanishi uchun sharoit yaratilsa-yu, u na sport bilan shug'ullansa, na ruhiyatini rivojlantirish ustida ishlamasa, uni o'qigan kitoblari o'ziga zarar bo'ladi. Shuning uchun ota-onalarni men xursand bo'ldim, ertaga meni farzandim rahbar bo'ladi deb agar shunaqa yondashuv va bunaqa ota-onalar ko'payayotgan bo'lsa, bu zo'r. Bunaqa ota-onalarimiz ko'p. Mashalloh, zo'r. Iloyim niyatlariga yetishsin hammalari. Endi faqat maqsadi bolani bu shaklda tarbiyalab, uni kelajagiga investitsiya qilishdan maqsad uni rahbar bo'lish kerak emas. Chunki ko'p biznes murabbiylar bilan gaplashganimizda aytishganki, odam keladi, biz unga butun bir instrumentlarni, qurollarni beramiz, o'sha biznesni rivojlantirish, tizimlashtirish, boshqa shunday uchirma qilamiz, tappa quliydi deydi. Va anglab yetganimiz oldin shaxsiyat rivojlanishi kerak ekan. Agar shaxs rivojlanmasa, uni ampulasi bor-ku endi insonning o'zini. O'sha bir komil inson bo'lib rivojlanmasa, u olgan bilimlaridan hech foydalana olmas ekan. Demak, fokusni sohaviy bilimdan ko'ra avvalroq uni shaxsiyatini, bola o'laroq, bola shakllanib kelayotgan deylik, o'smir yoshidagi bola bo'ladimi yoki yoshroqmi, shaxsiyatini shakllantirish, uni dunyo qarashini rivojlantirishga fokus qaratish kerak. Bu eng asosiy bir poydevor bo'lib xizmat qiladi inshaalloh. Keyin qolgani rivojlanadi. Zotan lider odamning birinchi belgisi uni ishonchi. Ana ishonchdan keyin nutqi turadi. Liderda agar o'sha ishonch bo'lsa, nutqi sekin-asta rivojlanadi. Rahmat, ajoyib suhbat bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Taklif uchun rahmat. Xursandmiz. Sog' bo'ling. Bugungi sonimizni shu bilan yakunlaymiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin.